Mayag mındaq bir program yazıb qo'yay. Time. İngilizce saat degan gap. Hem programni qo'zg'ab boqay. Hozir soat necha bo'pti? 17 dan 8 minut debdi. Biz boqaymi? Hozir masalan 5 deganimiz 17 deganimiz soat necha? 5 oldu. Beijing vaqti 5 bo'ldi, shundami? Beijing vaqti 5. Unda o'z Xinjiang vaqti 3 bo'ldi-ku bu. Demek saat 5'ten 8 minut ötdi. Hazır biz manda biz pəsək 40 sekund, 44 sekund, toxtavsız biz pəsək hər bir sekundda birdən. Saat özgürüb turam diken. Ya olmasa bu özgürüb davamlıq özgürüb tursun desək, timer quralını aldıq. Mana mayada bir xaslığını mənə təngşəb qoydum. Mana işçilikə qoş çəkib kirib, mana işçilik proqramını köçürüb ilib, mana işçiyə yazıb qoydum. Ben proqramını qo'zg'ab boqaymi? Saat sekundga ergishib o'zgarib o'tamda. Ma'lum bir kontrolni cheksek, shuningki xosligi masalda o'zgartdi, shundami? Ham biz buning ustiga xohlagan bir kontrolni eliblam, mushtaq tashlab qo'ysaqlam program tuzilmaydi. Biz o'zimizning tasavvurini, o'zimizning ko'z qarashini, o'zimizning ifodasini mush programga kirgizishimiz kerak. Unda uni nada kirgizamiz? Çoxum buni mush programmani bizning tasavvurimizni yozilgan bir ramka yoki shundaq bir o'ringa ta'minlab berish kerak bizga, shundami? Shundaq bir o'rinni ta'minlab berish kerak. Unda bo'lsa biz har bir kontrolni qo'sh cheksak, shu kontrolga munosabatli bo'lgan bir program yozish ramkasi qo'zg'aladi. Hozir qo'zg'aldi-ku? Bu program yozish ramkasininki bu o'rni mush o'rinda nechtal ko'znakning ustida nechtal kontrol bo'lsa, shunchatal tanlashni ko'rsatadi. Masalan, men mayga qaytib qo'yib turib, knopkadan birini aldım, komanda bottondan. Mana eklib sersam, mayga komanda bir qo'shildimi? Qo'shildi. Agar men bu komanda birining ismini mayga o'zgartsam, knopka deb o'zgartsam, mana kelgan vaqtida knopkaga o'zgardimi? Bu yerdan demak, mushu kontrolninki ismini tanlaydi ekanmiz, shundami? Ismini tanlasam, shu ismdagi program yozish rayini ichiladi ekan. Shundaqmi? Hozir burun ma ko'znakning ustida to'q. Hozir biz knopkaninkini ekansak, knopkaga qarta program yozish rayini o'zgart. Men endi mayaga mousni yo'tkisam, mas o'zgaryapti maya? O'zgaryapti-ku? Shundaq o'rinlarni ismini, xohlagan kontrolning ismini tanlaymiz. Demakchi, mush o'rinda necha xil yoki necha dani kontrol bo'lsa, bu bizga mush o'rindami shunchini ta'minlab berdi. Ana-ku, aynada 4 tal bo'ldi hozir. Shundaq tanlab berdi. O'ng tarafdagi bu serial tizimlik bo'lsa, har bir kontrolning hodisasini ko'rsatadi. Bu yerda hodisa deydigan bir hukm chiqdi. Hodisa degan nima? Hamda mush programmingmi ishlash jarayoni hodisalari bo'ladi. Masalan, knopkani mouse bilan bir chekkan bo'lsak, nima hodisa yuz berdi bu yerda? Knopkani chekish hodisasi, shundaymi? Agar knopkani mouse bilan qo'sh chekkan bo'lsak-chi, u holda knopkani qo'sh chekish hodisasi yuz berdi, shundaymi? Masalan, bir ko'znakni cho'ngaytgan bo'lsak, bu chaqda razmirninki o'zgarish hodisasi yuz berdi, shundaymi? Ko'znak cho'ngaygandan keyin cho'ng kichiklik o'zgardi-ku? Cho'ng kichiklik o'zgarish hodisasi yuz berdi. Demak, mush o'rindan bizga ta'minlab berilgan shu xildagi hodisalarni tanlaymiz. Masalan, knopkaning klik degan biz chiqib ketdik, flashdan ko'rdik-ku buni. Boshqa program tillardan ko'rdik-ku, klik degan chekilish hodisasi. Knopkani bir chekkandek hodisa demakchi. Unda bo'lsa, forum birninki mavzu stoniga soatni chiqarib bersin, ha? Programni qo'zg'atdim. Men nega yozdim programni? Knopkaning chekilish hodisasiga, shundami? Knopkani cheksam, hozir bosdim-ku birini. Besib qo'yibsam, soat chiqdimi? Soat chiqdi. Endi programni o'chirib turib, mavu bir qor o'zim yozgan programni ko'chirib olib, endi men mayaga kelib, tanlay. Mayada bir hadis turda, mouse move deydi. Yani mousening yo'tkilish hadisi demakchi. Bu yerga men alqi programni ko'chirib qo'yay. Qo'zg'atdim. Endi men knopkaning ustiga mouseni ekilib, bosmay ko'rib boqay, ha? Mouseni ekildim, besish knopkasidan qo'limni ilib etdim-ku. Chiqdimi? Soat chiqdi. Demak, bu mousening ustiga kelish hadisi bo'ldi. Ya'ni mousening ustida yo'tkilish hadisi. Hozir men 16 jim turyapti-ku, oxirgi sekund, shundami? Men bundaq yo'tkab boqay. O'zgardimi? Demak, mana shu knopkaning ustida mudrassam o'zgardi ekan, ha? Demak, bu yo'tkilish hadisi bo'ldi. Endi biz program yozgan vaqtida mush hadisiga intayin diqqat qilamiz. Hadisi mas hadisining ustida ekan bo'lsa, programni normal chiqmaydi. Mana tushundingiz, ha?